Demak, sizni bir necha yillardan beri poliartrit qiynaydi. Poliartrit qiynaydi. Poliartritning belgilari bor-a sizda? Bor. Sovuq yoqmaydimi? Yoqmaydi. Namlik yoqmaydimi? Yo'q. Sovuq namlikka uringan paytingiz, to'qnash kelgan paytingiz shishlar bo'ladimi yo'qmi bo'g'inlarda? Tushunarli. Hali lekin anaqalaringiz qiyshayishni boshlamagan qo'llaringizni. Ozmas. Judayam bor, ozroq. Hali yoshroqsiz, endi hali agar shu turishga ketaversangiz bo'lishi mumkin. 50 dan oshib ketaverganingizdan keyin 60 ga yaqin deformatsiya boshlanishi gap emas. Lekin unchalik emas hozircha, yaxshi. Xo'p, endi meditsinik, ya'ni zamonaviy ukol dorilar deganda olgansiz-a? Olaman. Hozir. Lekin qoniqish yo'q. Yo'q, kasallik butunlay bartaraf bo'lgani yo'q. Lekin yordami tegyapti, ozmi ko'pmi? Yaxshi, to'g'ri. Endi hozir bunday narsa bor-da. Kasallikni simptomlari bor. Kasallikni simptomlarini berkitish, kasallikni simptomlarini bo'g'ish protseduralari bor. Uni tushunasiz, bas degancha qilyapsiz va anaqalari bor. Omillari bor. Sababchi eng tubda yotadigan. Bu bo'lishi mumkin. Immun tizimini faoliyatini buzilishi, uni bilish kerak nima uchun buzilganligini. Bu bo'lishi mumkin ichki organlarni metasimpatik nerv tizimini yaxshi ishlamasligi. U yerda ham yotadi. Chunki men aytganman, ichki organlar bular generallar. Nervniy sistema juda qattiq bularga qarab, bularni ra'yiga qarab aniga qiladi. Sistema shunga qarab ishlaydi. Ya'ni ichki organlarning faoliyati uni ko'rish kerak. Psixologik omillar bor. Bu ham ta'sir qiladi, misol uchun va hokazo. Xullas nima bo'lganda ham mana shu eng tubdagi omillarni topishga harakat qilish kerak. Hozir men shu sizni anaqangizni o'rganishga harakat qilaman, imkon boricha, quvvatim boricha, ilmim yetgancha tizimizni o'rganishga harakat qilaman. Buni ikkita yo'li bor. Hozir harakat qilamiz ikkovini ham ishlatishga. Birinchisi bizada nazotlar bor. Men bir videomga hali ichaklar haqida videomga qilaman. Nazotlar bor. Bu kinezologik zamonaviy hozirgi texnologiyalar asosida qilingan. Ya'ni eng so'nggi bioinjineriya qonun qoidalari, yangiliklari, izlanishlari natijasida o'ylab topilgan uslub. Ya'ni organizmga energiya bor, organizmning qobig'i bor, nervniy sistemani o'zini tili bor, o'zini nima deydi, hissiy anaqalari bor, qobiliyatlari, imkoniyatlari. Mana shu hissiy qobiliyatlarga biz informatsiya tashlaymiz. Например, misol uchun bakteriyalarni tashlashimiz mumkin. Organizm qanaqa reaksiya bildiradi bunga? Viruslarni axborotini tashlashimiz mumkin. Organizm qanday qilib bunga reaksiya bildiradi? Yoki o'sha mediatorlar bor, har xil yallig'lanish mediatorlari bor. Mana sizni kasalingizga boshqa kasalliklarda ham ko'payadigan S reaktivniy belok, prostaglandinlar, leykositlar, misol uchun yoki immunoglobulinlar, mana shularni birga bir yozilgan axborot anaqasi bor. Energiya informatsion, ya'ni energetik informatsiyaga ega bo'lgan anaqalari bor. Xullas shunaqa to'lqinlari bor. Chastotniy to'lqinlar, chastotalar birga bir. Misol uchun organizm uni haqiqiy o'sha virus organizmga kirdimi yoki o'sha anigimni ajrata olmaydi, lekin reaksiya beradi. Tushunyapsiz-a? Bu diagnostik testlar deyiladi otini buni. Agar organizmda, например, misol uchun organizmda agar virus hozirgi paytda ko'payib turgan bo'lsa, organizmga virusni axboroti, energetik axboroti tashalgan payti, uzatilgan payti chastotalar orqali nervniy sistemaga o'zgarish paydo bo'ladi. Nervniy sistema junbushga keladi va sog'lom mushak
qo'l mushagi yoki oyoq mushagi yoki o'sha organga tegishli bo'lgan mushak yo o'zini kuchini yo'qotib gipotonusga tushib qoladi yoki tirishib gipertonusga o'tib qoladi. Ya'ni tirishib bo'shashmaydigan holatga o'tib qoladi. Ikkovi holatda ham bu nervni sistemani junbushga kelganligini belgisi bo'ladi. Agar o'sha virus yoki shunga o'xshagan narsa organizmda hech qanaqangi ta'sir qilmay turgan bo'lsa, organizm bu masalada balansda turgan bo'lsa, hech qanaqangi reaksiya bo'lmaydi. Qo'lni mushagi qanday turgan bo'lsa, norma shu norma reaksiya saqlanib qolaveradi. Tushunarlimi? Keyin yana ikkinchi tekshirish uslubi bor. Bu osteopatik biokinetik uslub. Buni ko'pchilik aqliga sig'dira olmaydi, lekin bu bor. Men buni o'sha oxirgi payt ko'p gapiryapman. Chunki bizani katta ustozlarimiz Yevropada, Rossiyada, Ukrainada bor bu sohada ishlaydiganlar. Ular shu insonni qobiliyatlarini, osteopatik qobiliyatlarini o'stirib, mana shunday organizmni ushlab turgan payti yoki qaysidir organni ushlagan payti yoki qaysidir bir to'qimani, suyak to'qimasimi u, tomirmi u, ahamiyati yo'q. Ushlab shuni eshitishga harakat qilgan payti undagi o'sha ong ostidagi ba'zi bir sezish o'stirilgan, rivojlantirilgan sezish qobiliyati, sezish xususiyati bu narsani his qiladi. Ya'ni o'sha yerda, o'sha organda yoki o'sha to'qimada напряжение nima bo'ladi? Напряжение o'zbek tilida kuchlanish, patologik kuchlanish borligi, energetik zgustik deydi, energetik. Tushunyapsizmi? Energetik zgustik borligini his qiladi. His qiladi. Uni tushuntirish qiyin. Uni o'sish kerak, shungacha borish kerak. Tushunyapsizmi? Keyin o'sha organ yoki to'qimani nafas ritmi. Mana nafas ritmi bor. Butun tana mana shunday yashaydi deydi. Inson mikrokosmos. O'sha tashqarida katta maydonda bo'ladigan narsa insonda ham aks etib turadi, qonun qoidalar bir xil. Ana shu ichkarida ham hujayra darajasida, to'qimalar darajasida mana shunday ritm bo'ladi. Endi o'sha kasallangan organ yoki to'qima ma'lum bir vaqt kasallangandan keyin travma tufayli, infeksiya tufayli yoki boshqa stress tufayli ahamiyati yo'q. O'sha to'qima nafas ritmidan tushib qoladi. Yo buni zastriyat qilish deydi, ya'ni qotib qolish deydi yoki nafas bo'ladida o'sha turishga qotib qoladida qayta olmay qoladi. Yaxshi qayta olmaydi. Bo'ldi, qotib qoladi yoki nafas chiqarib yana olish ritmiga qayta olmay qoladi. Kengayib qayta olmay qoladi yoki torayib, qisqarib yana qayta olmay qoladi. Xullas zastriyat qilish deydi buni. O'sha organ mana shu nafas ritmidan tushib qolgandan keyin u yerda o'zgarishlar paydo bo'la boshlaydi, boshlanadi yerda. Kislorod almashinuvini buzilishi, modda almashinuvini buzilishi, o'sha yerdagi retseptorlarni, o'sha yerdagi nervni to'qimalarni, nerv tikanlari deydi, nerv tolalari, nerv to'qimalarini milinizatsiyasi buziladi. Qarang, qiynalaman-da. Ruscha o'qiganingizdan keyin o'zbekcha so'z topish qiyin. Shu milinizatsiya aniklari buziladi-da. O'sha organ keyin mana shu holatda yashayveradi-yu, oylab, yillab yashayveradi-yu, keyin degeneratsiya bo'ladi. Yemiriladi, shishadi, rak bo'ladi, va hokazo, va hokazo, va hokazo. Tushundingizmi? Yillar davomida. Albatta yillar. Bu birdan bo'lib qoladigan narsa emas. Kimdir juda qattiq stressga, juda qattiq sharoitlarga tushib qolsa, emotsional yoki fizik stresslarga tushib qolsa va u insonda genetik, ya'ni irsiy moyillik juda ko'p bo'lsa, ota-onasidan, momalaridan, ularda juda tez shakllanadi. Mana bizga keladi odamlar, 1 yil bo'lgan tizzasini qattiq og'rigani, uje tog'ay yemirilgan. Kimdir keladi 5 yildan beri og'riydi, tog'ay yemirilmagan. Farqini ko'ryapsizmi? Ikki xil organizmda, ikki xil organizm. Va menda so'rashadi, "Voy, nimaga siz menga davolashda aytmaysiz? Nimaga aqllilik qilasiz-da?
siz hech ham qanday davolashga, qanday qilib 20 xil odam 20 xil sabablar bilan kasallanadi. Qanday qilib uni mana buni qil, mana buni qil deb davolash mumkin? Bu absurdki bu. Bu nodonlikki bu. Bu bilmaslikki bu. Bu haqiqiy praktika yo'qligiki bu. Yaxshimi endi? Millionlagan podpischiki borlar bor. O'zicha chiqib mana buni qil, mana buni qil deb tavsiya beraverib odamlarni yig'ib tashlagan geniy. Odamlarning nazarida u geniy. Menga nima deydi? Sen aqlli qilasan, ko'p gapirasan, bijillaysan deydi. Nima qilish kerakligini ayt undan ko'ra deydi. Palonchaga o'xshab deydi. Tushunyapsizmi? Palonchaga o'xshab. Ey baraka topkir. Men palonchaga o'xshamayman, men o'zimga o'xshayman. Men bir necha yillardan beri insonlar bilan real ishlayman. Har bitta odam bilan soatlab ishlayman. Organizmini soatlab eshitaman. Hali men bir xil odamni ko'rmadim. Bir xil tizimi buzilgan, bir xil sababga ega bo'lgan mana shu zanjir ko'rmadim men. Tushunyapsizmi endi? Hammada og'riq bir xil bo'lishi mumkin etida betida, lekin uni mexanizmlari har xil. Kimga bu nerv tizimi, kimga bu nerv tizimi, kimga infeksiya, kimga ichaklar, kimga ruhiy ezilgani, kimga u yoki bu narsa, tushunyapsizmi endi? Ko'p sabablar. Hozir men ham sizni ham qidiraman hozir. Men aytaman sizga, nechta sabab bor mana shu polartrit bo'lishingizga. Tushunyapsizmi? Va bu muammo emas, bu yechiladigan narsalar. Sabr bilan ongli yashagan inson boradi shu kunlarga. Tushunyapsizmi? Bu 2 kara 2 4 degandagi bu qonuniyat, o'sha yaratilgan qonuniyat buni. Tushunyapsizmi endi? Xo'p, faqat shunga endi bo'ldi. Men sizga umumiy tushuncha bo'ldi, berdim, ha? Siz buni tushunib turibsiz. Endi men sizga hozir nega qilaman? Ba'zi bir organlaringizni eshitib ko'raman. Birpas kutib turasiz. Shunday qilib keyin xulosamizni aytamiz. Yana sizga har xil energetik axborotlarni tashlaymiz tanangizga. Mana bu tegib turibdimi? Ha, bo'ldi, tegib turibdi. Sezdingizmi? Tegib turibdi. Mana shu anagidan to'lqin boradi. Organizm birdaniya payqaydi buni. Juda tez payqaydi. Yana bir marta aytaman, o'sha yuborilgan axborot o'sha haqiqiy tabiatda bor bo'lgan o'sha anaqa bilan mavjudotlar bilan yoki o'sha moddalar bilan yoki o'sha nima deydi endi holatlar bilan qondan birga bir. Tushundingizmi? Nervniy sistema uchun yana o'sha birga bir. Tushundingizmi? Bo'ldi. O'sha endi hozir bitta narsa, menga sizda umumiy holatingiz kerak hozir. Birinchi, siz o'zi umuman nervniy tizimingiz, nervniy sistemangiz adekvatni ishlayaptimi yo'qmi? Uning uchun hozir bitta ish qilamiz. Mana shu qo'lni tirsakni bukmasdan mani qo'limni itarasiz. Mana qarang, qo'l sezdingiz, o'zingizni qo'lingizni qarshiligini sezdingiz. Bir xil qarshilikka ega. Men sizga qanchalik ta'sir qilsam, bossam, siz ham menga shunga yarasha bosyapsiz. Adekvat javob beryapti nervniy sistema. Endi men burningizga teginaman va yana itaring deyman. Endi nima bo'ldi? Ha, bo'shadi. Ya'ni sog'lom nerv tizimi, sog'lom mushak, nerv tizimi bilan aloqasi sog'lom bo'lgan mushak xuddi shunday reaksiya bildiradi. Necha milliard odam bo'ladigan bo'lsa, shuncha odamda ham bir xil bo'ladi. Nima uchun burun? Boshqa variantlar ham bor. Chunki burun nerv tizimi bilan juda ham daqiq bog'langan. Juda nozik va chuqur bog'langan. Shuning uchun mushaklarni neurorefleksiyasini, sog'lom nosog'lomligini burun bilan tekshiramiz. Tushundingizmi? Bo'ldi, endi men eshitib ko'raman ba'zi bir organlaringizni. Tak, boshlaymiz. Birinchi tog'aylaringizni eshitamiz. Tog'aylaringizda напряжение bor. Bor. Umumiy men eshitdim hozir. Tog'aylaringizda напряжение bor, ya'ni zo'riqish. Bor. Tushundingizmi? Ha. Endi
Брюшной organlari qorin bo'shlig'idagi organlarda ham bor напряжение. Umumiy qaradim men hozir. Hozir buni detalli kiramiz endi. Har bittasini alohida eshitamiz. Umumiy eshitgan paytim anaqa bo'ldi. Borligi aniqlandi. Borligi aniqlandi. Напряжение bor edi ham. Значит, qaysidir organdan miyaga noto'g'ri signal ketyapti va nerv tizimini umumiy tizimini anaqasi zaiflashyapti yoki zo'riqyapti faoliyati. Xo'p, endi keyingi anaqamiz immun tizimimizni anaqasini ko'raman men endi. Bitta timus bor, Volockoye железа deydi. Bitta uncha напряжение yo'q. Jigarda zo'riqish bor, jigar faoliyatida. Qiynalib ishlayapti jigar, katta ish bajaryapti nima uchundir. Hop, pochkalar, xrashlar, tak, chap pochka, jigar, o'zlashni kashkan. Tak, vasqalash. Endi o'zi apparatni qo'shamiz va sizga bo'g'inlaringizga nagruzka tashlaymiz hozir. O'shanga kir. Revmatoidniy заболевание degan papka turibdi tepada. Bilasiz, bu suyakni boshqa bir strukturasiga signal tashladik. Tushundingizmi? Qattiqroq to'qimalariga signal tashladik. Qo'lingizni bering. Itaring. Reaksiya o'zgarmadi, yaxshi holat. Endi keyingi signalni qo'sh. Endi xuddi shunday bo'g'inlarni metabolik jihati bilan bog'liq bo'lgan to'qimalariga signal tashladik hozir. Endi yana qo'lni aniq qilamiz. Anaqasini ko'ramiz, reaksiyasini. Itaring. Qani o'zi aytingchi, qo'lni reaksiyasi bo'ynakidek kuchli holatdanmi yoki bo'shab ketdimi? Kuchsiz bo'lib qoldimi? Ko'rdingizmi? Organizm nima qildi? Menga o'zi revmatoidniy faktor ko'p tanamda, yumshoq o'sha anigi bo'g'inlarimni qismida. Yana sen menga shu narsani yuklayapsan. Dedi, reaksiya bildirdi. Menga ko'payib ketdi. Ya'ni meni zarar beradigan narsa o'zi yel ichida turibman. Sen menga yana yuklab ko'paytiryapsan dedi-da, sboy sistema bo'ldi. Ya'ni sistema quladi. Bo'ldi, siz qo'lingizni xohlasangiz ham kuchaytirib sura olmaysiz. Siz bunga bunaqa ega emassiz bu imkoniyatga. Nervniy sistema o'zinikini diktovat qiladi. Tushundingizmi? Shuning uchun men ba'zi bir videolarni qo'ygan paytim aytaman-da, tushunmagan odamlar keladi-da, endi mayli deyman, agar bu o'yin bo'ladigan bo'lsa, davay hozir naspir. Agar seni g'olib chiqsang, men seni bepul davolayman. Bepul davolayman deyman. Agar shu qo'lingni ushlab tura olsang. Va harakat qilganlar bo'lgan. U videolarni olib tashladim men. Odamlar yetib kelmadi. Xullas, qabul qilish to'g'ri bo'lmadi. Hatto shunday bu nima gap deb. Xullas, ushlolmaydi. Tushundingizmi? Hali bunaqa odamlar nerv tizimidan ustun bo'lgan odamlarni juda hali ko'rmaganman. Itaring. Ko'ryapsizmi? Bo'shashlik. Ya'ni ushlolmaysiz, qarshilik yo'qoladi. Mana xohlaganingizcha harakat qiling. Mana sizga ham shu anaqa. Siz men bilan spor o'ynamayapsiz, mutlaqo siz. Shunchaki mana bizani ko'radigan anaqa ba'zi birlar. Qani qattiq istang, qani qo'lingizni kuchli qila olasizmi yo'qmi? Nerv tizimidan ustun bo'lib. Chunki men nerv tizimiga yuklama berdim. Nerv tizimi dod deyapti. Men kuchga ega bo'la olmayman bu turishga deyapti. Qani siz shuni teskarisini qilib ko'ringchi. Bilmayman. Ushlang qo'lingizda, agar kuchingizni jamlang. Yo'qmi? Shunday o'chirdi. Anaqani o'chirdi, axborotni o'chirdi. Qani axborot o'chdi. Nerv tizimiga yuklama olindi.
nerv tizimi o'ziga qaytadi hozir. Chunki men aytaymanki, bu davolash emas, bu diagnostika bu. Shunday qilib tana bilan gaplashamiz biz, shunday qilib. Xo'p, endi qizig'i, bu apparatni juda katta olimlar yaratgan. Bioinjineriya bilan shug'ullanuvchi, bunaqa elektronniy injineriya bilan shug'ullanuvchi juda katta odamlar, aqlli odamlar simbiyoz qilib, kineziologlar bilan birga ishlab yaratishgan. Bu qayerdan kelgan bilasizmi? Yo'q. Bu vashib Angliya, Germaniya o'sha taraflardan bundan bir 80-90 yil, 100 yil oldin boshlangan bu razraботkalar. Mana shu darajaga keldi hozir. Buni tushungan tushunadi, olgan oladi, ishongan ishonadi, o'qigan odam anglaydi bu narsalarning borligini. Hozir genni injineriya, genni genga aralashtirib 3-4 bir narsalar yaratib tashlashyapti. Hayvonlaru, mevalaru, tushunyapsizmi endi? Shunaqa darajaga ketyapti. Qanaqangi miyaga qanaqangi apparatlar, chiplar qo'yib odamlarni tushunyapsizmi? Yurolmagan, harakat qila olmagan qo'llarini ishlatishyapti. Nimalar bo'lib ketyapti? Bizani odamlar hali ham hamma yolg'onchi. Tushunyapsizmi endi? Boshqalarni ho'kamaqa olib boradi. O'qimaydi, boshqa qilmaydi. Nima? Bo'lmagan gap. Oldi qochdi. Yana bitta mashinik chiqdi. Bitta. Qachongacha yashaysan? Mayli, yashaver. Agar shu senga qulay bo'lsa, hayoting o'zgaradigan bo'lsa, kasalliging shundan yaxshi bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol nima anaqasi bor, menga issiq bor, sovug'i bor bu narsani. Xo'p, mana o'chdi. Informatsiya gap bilan informatsiya o'chdi. Qani endi qo'l yana o'shanday bo'shashadimi yo'qmi? Chunki oldingi holatingiz yaxshi edi, kuchingiz. Itaring. Itaravering. Yana men zo'riqishim kerakmi? Yana men zo'riqishim kerakmi? Sizdan qilish bundan ortiq zo'riq qolmayman men endi. Qo'lingizni sindirib yuborishim mumkin. Tushundingizmi? Yana reaksiya, sog'lom reaksiya keldi. Ya'ni mushak qisqarishni amalga oshira olyapti. Hozir yana yuklamani tashlayman, yana ketdi shu gap. Tushundingizmi? Demak, sizda nima bor? Revmatoidni faktor bor. Bor. Buni tasdiqladi. Nervni sistema tan oldi buni. Tushundingizmi? Tushundim. Ana endi hozir mana shu anaga qo'shamiz yana. Revmatoidni faktorni qo'shamiz. Yumshoq to'qimalar ta'sirini o'tkazamiz. Va itaring. Nima bo'ldi yana? Qattiq itaring. Yo'q. Bemalol men ana yutib qo'yaman. Bo'ldi, bo'shashdi. Tizim junbushga keldi. Nerv tizimi junbushga keldi. Ana endi men shu holatga sizni qoldirib, mana shuni sabablarini endi to'chna bog'layman. Sizni oldin qarang, mana nimalar chiqdi. Endi qarang, lekin bu qaysi biridir, bu organlarning qaysi biridir sizni revmatoidning kasalligingizga aloqasi bor, qaysi birinikidir yo'q. Endi hozir biza bundan buyog'i tekshirishimizga ham bilasizmi nima bo'ladi? Faqat revmatoidni faktorga tegishli bo'lganini topamiz endi. Tushunarlimi? Bo'ldi. Men endi yana eshitishga davom etaman. Qo'lingizdan foydalanib ko'rdik. Endi men o'zimning ilmimdan davom etib ketaveraman. Ishni kamaytirish uchun. Hozircha 50-60% diagnostikamiz tugadi. Tushundingizmi? Endi bu narsani yana ham muolajaga kelgan kuniz, hozir endi bu diagnostika bo'ldi-ku, muolaja kelgan kuniz yana ham qolgan kutganini deymizmi? Aniqlaymizda, mana shu yo'nalish bo'yicha ishlaymiz. Marshrutimiz shu bo'ladi. Sizda o'sha to'qimalarda, hujayralarida, nervni sistemada balans paydo bo'lib, kasallik chekina boshlaydi. Sog'lik ko'paygan sari kasallik chekina boshlaydi. Biz kasallik bilan kurashmaymiz. Biz sog'likni ko'paytiramiz. Ya'ni organizmni sog'ayishiga imkon beramiz. Turtki beramiz, ko'mak berib boraveramiz. O'simliklar bilan, biokinetik, osteopatik quvvatlarimiz bilan, o'sha vitaminlar bilan, parhezlarni to'g'ri topish bilan organizm o'zi kundan kun sog'ligi ko'payib borgan sari kasallik chekinib boraveradi. 3 oy ketadimi? 4 oy ketadimi? Men uni bilmayman oldindan. Tushundingizmi? Lekin o'sha kunlarga
to'g'ri yurgan odam marshrut bo'yicha boradi. Samarqandga lokatsiyani to'g'ri yozib olgan odam Samarqandga boradimi yoki Qo'qonga boradimi? Samarqandga boradi. Tushundingizmi? Marshrut to'g'ri topilmagandan keyin Qo'qonga ham, Namanganga ham, Asfali Sopinga ham bo'lishi mumkin yo'nalish. To'g'rimi? Logika bormi gapimda? Ha shu. O'shaning uchun biz marshrut bo'yicha yuramiz. Marshrutni qayerdan bildik? Tanangizdan bildik. Mana shu tana aytib turibdi. Kimnidir aqliga sig'adimi bu? Sig'maydimi? Vobshe qizig'i yo'q. Bizga sizni salomatligingiz qiziq. Bizga bizani o'zimizda olgan ilmimiz qiziq. Tushunasizmi endi? Xo'p. Bo'ldi. Lekin hamma topgan nimalaringiz to'g'ri edi. Muammolar qayerda borligi, hamma. Shunaqa. Shunaqa. Mayli endi bu ana qilamiz endi. Rozi bo'lsangiz YouTube'ga qo'yib yuboraman, odamlarga nimadir tushunarli bo'ladi. Roziman.